Hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun. Bizda soat 7:30 ertalab. Hali tong otdi. Bolalar uyg'onishgani yo'q. Juda ham sovuq. Navbatda men ozgina derazani ochib, toza havodan nafas olib, kofe ichaman. Kunni ham boshlab oldik. Xayrli, barakali bo'lsin. Hozir birpasdan keyin turmush o'rtog'imni uyg'otaman. Keyin bolalarni uyg'otaman. Shunaqa qilib hamma o'zini ishiga sho'ng'ib ketadi. Chiroyli bola bo'lib chiqishdi mana cho'milib, kiyinib. Ha. Nima bu? Nima bu? Zaynimning kayfiyati yo'q. Vau! Zo'r ekan-a bolam? Voy, zo'r qilibsiz, suv bilan teribsiz. Zo'r bo'pti, Zaki. Kunimiz davom etmoqda. Men obedga uyimiz yonidagi Mikado sushiga chiqdim. Bu yerda shunaqa har xil menyular bor sushinikida. Har bitta tarelkasi 1900 wondan. Hozir men sos tayyorlab oldim. Mana lakyo solib oldim. Kichkina, mayda piyozchalar. Va men bu wasabi bilan soyani aralashtiryapman. Shunaqa sos bilan juda ham zo'r ketadi. Sushini qotirib ham yeyishga. Bu yerda unaqa piyozli, qizil baliqlar unaqalari. Keyin sho'rva cheklashadi, issiq sho'rva. Va Mikadoda yoqadigani mana yurak menyular. Xohlaganingizni olib yeyverasiz. Bu yerdagi har bitta tarelkaning narxi 1100 wondan. 10 ta yeysizmi, 30 ta yeysizmi, xohlaganingizni yeyverasiz. Deyarli har birida ikkitadan just bo'ladi. Bir xillarda bittadan ham bo'ladi. Masalan, men bunda bu ham sevadi. Tarelkada ko'p ko'rinyapti-yu. Philadelphia cheese bilan qilingan ekan. Atar kichkina razmerlari shu barmoqdek keladi. Koreyaga kelganimda meni eng hayron qoldirgan narsa qishda ham muzdek suv ichishlari bo'lgan. Muzdek suv ichishadi, prям холодильникda turganda. Suvga pul to'lamaymiz, sho'rvaga pul to'lamaymiz. Men bu lakyolarga, soslarga pul to'lamaymiz, faqatgina tarelka uchun pul to'laymiz. Lakyo shunaqa marinovanный piyozchalar bo'ladi. Wasabi mana bunaqa va soya sosi. Uni bo'lsa maxsus o'sha parashokdan tayyorlashadi menimcha. Udeng bo'lsa kerak bu. Sho'rvaga ham pul to'lamaymiz. Xohlagancha ichib qo'ygandan keyin yana bering desangiz, yana berishadi. Men unaqa ASMR olishlarni uncha bilmayman. Balkim yoqtirmayman. Lekin juda ham bu ishtahali. Nimani olamiz, sutga botiramiz. Yoqimli achchiq. Va shu nodon ta'm. Bitta sushi, sosli botiramiz, chetdan lakyo yeymiz. Lakyo. Va sho'rva. Yashil ikra va sos qilingan piyoz. Nafaqat sushilar, balki shunaqa shirinliklar ham bor. Mevalar ham bor. Makaron, dessertchalar, har xil shokoladli pudinggacha chiqadi. Допустим, mana hozir kimdir yuribdi bu yerda.
aylanib kelib qolsa aytaman. Atak sizlar o'zingizlar ko'rib olishingiz. Har xil nimalar bor. Xom go'sht, pishgan go'sht, rulet, qanaqadir ikralar, krevetka, sakkizoyoq, bular hammasi bor. Men faqat baliq apelsin, jelly, 5番タコワサビ届いてな。 bittasi qovunni mana shunaqa bo'lakchalarni ham bo'lib sotishadi. Uzum ham bor, qaranglar. 8 ta tarelkani paqos tushirdim men. Hamma stoliklar shunaqa prozrachniy plastmassoviy stoykalarga ajratib qo'yilgan. Tez kelib, tez yeb, tez ketishlari uchun qulay. 8 ta tarelka yedim. Qancha bo'lganini shu yerda yozib qoldiraman. Hali shot olganimda. Balkim desert ham yeyishim mumkin. Hozir bitta desert kutyapman. Yaxshiroq ko'zimga yoqadiganim chiqsa, yeb ketaman. Ya'ni baliqni ta'mini desert kesib yuboradi. Men tanlagan desert o'zimizni zavarnoy krem. Zavarnoy desert o'xshaydi. Qo'y tishim uzladi, ichida morоженое ekan. Bunisidan ham tatib ko'rishga qaror qildim. Mazali bo'lsa kerak. Bo'ldi, tugadi trapezam. Endi chiqib ketaman ko'chaga. Ishlar bilan 19 ming bo'ldi mana. 10 ta tarelka yeyapman. Zavtrak yeganim yo'q. Bu meni zavtrakim va obedim. Bizda havo juda ham sovuq. Lekin qatga kirsangiz, qayerga kirsangiz juda ham issiq bo'ladi. Magazinlarda deysizlarmi, metromi, bir qadam uydan chiqib ozgina yurib metroga kirsa issiq. Общественный joylarga kirsa juda ham issiq. Uy ichlari ham issiq. Bu yerda juda ham теплый pol keng tarqalgan. Uylarning ichida теплый pol juda ham zo'r isitadi. Masalan, biz uyimizda umni domnaqasi qo'shilgani uchun bitta yoqib qo'ysak, 1 soat isitsak, 25-26 gradusga qo'yib, polimizni shu bilan kelasi kuni 24 soatdan keyingacha uy issiq turadi. 1 soatga yoqamiz, o'chirib qo'yganimizdan keyin. Shu sistema juda ham yoqdi menga. Iloji bo'lsa agar O'zbekistonda ham shunaqa qilsa zo'r bo'lardi. Teplый polni gazda ishlatishadi ular. Adashmasam gazda suv ichida bo'ladi yoki qanaqadir suyuqligi bo'ladi, lekin asosan to'pligi bo'lib, o'sha gaz xizmat qiladi. Bizda O'zbekistonda menimcha elektrичество bo'lsa kerak joylarda. Yoki men adashayotgan bo'lsam, aytaylar. Voy, dod yana kovlashyapti bular bizda. Uyimizni. Nimaga shunaqa kovlashaveradi-ya? Yana suv ichadi endi menimcha. Ko'gi, kelinglar, ana bizda qo'l bola 5 barmoq emas, shilpildoq. Kartoshkalar, sabzilar solishar edi. Men yemayman, o'shancha solmadim. Ha, bolam. Ana. Ha. Ber. Xo'p, qoshiq bilan yeng. Xo'p, qoshiq bilan yeng bo'lmasa. Ha, vilka beraymi? Foki? Oling, sizmi hozir yana свежий pishiraman yana xamir. Mana shunaqa xamir bo'ladi, tayyor shilpildoqqa. Shundan oluvdik o'tgan safar Fortuna magazinidan adashmasam, shuni pishirdik hozir. Men buni 4 dan birini pishirdim. Birlagan chiqdi. Yana qaynatmoqchi edim, keyin dadasi aytdilar, yetadi dedilar, o'shaning uchun qilmayapman. Barakali 1,5 kilo xamir.